Ma'lum. Babichkadan foydalanishimizni o'ziga o'zi muolaja qilishlarda qulay. Yoshi kattalar bilan yosh bolalarda kis ustidan harakatlanganda qulay, chunki ushlashimizda qulay bo'ladi. Tiqishimizda qanaqa bo'ladi babichkani? Babichkani ninani hammasini tomirga kirgizishimiz kerak. Shunda siz bemalol harakatlana olasiz. Masalan, mana tomir bo'lsa, tomirga agar babichkangizni shuni tiqib qo'yadigan bo'lsangiz, qo'yib yuborsangiz bu likillaydi. Tomirdan chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun siz babichkani ninasini polni oxirigacha olib borasiz. Qo'yib yuborasiz, babichka turib beradi. Siz mamutdan shpris orqali bo'lsa, bitta qon tortasiz yoki jgutni siqib bog'lagan bo'lsa, o'z qon yugurib chiqadi. Sanchasiz, sanching. Qarang, xo'p, tiqamiz, oxirigacha olib boramiz, tagiga o'tib ketmaysiz. Olib borib bo'lganingizdan keyin stop qo'yib yuborasiz уже. Qo'yib yuborganingizdan keyin shprisdan qon tortish jarayonini ko'rsatasiz. Qon tortasiz, endi dorini jo'natasiz. Demak, o'zi jgutni siqib bog'lagan bo'lsa, qon yugurib chiqadi. Agar aniqlik kiritish maqsadida shpris forshini bitta orqaga harakatlantirsangiz, mana bundan yugurib qon chiqadi. Qon chiqqanini ko'rdingizmi? Demak, tomirdasiz. Bu mana nina polностью kirgan bo'lgani uchun u yoqqa bu yoqqa ketib qola olmaydi. Bemalol dorini jo'natsanglar bo'ladi. Sistemaga ham ulasanglar bo'ladi, shprisga ham ulasanglar bo'ladi. Ahamiyat bering. Bunaqa holat, masalan, raqam taraf deyapmiz, lekin ninani ko'zi tegib turibdi. Ninani ko'zi har doim tomirga tiqishingizda raqam tarafiga to'g'rilab olishingiz kerak. Mana bundoq qilib, shpris mana bunaqa ushlashingiz kerak. Endi qarang, tomir mana bunaqa bo'ladi. Ko'pincha mana endi erkaklarning tomirda o'rganinglar deymiz, nimaga ular uzun, a? Bizda muncha, mancha tomirlar ko'rinadigan vaziyatlar bo'ladi. Biz agar mana shunaqa uzun keti yo'q bo'lgan tomirdan foydalanadigan bo'lsangiz, avval teriga yotqizib turib, keyin sekin yurib turib devor bilan bunday kirib ketishimiz kerak. Mana ko'rdingizmi? Bu endi ustida teri turibdi. Ustiga chiqasiz. Endi ustiga chiqqanda sizga podkoj nimaga bo'ldi? Siz mana bunda kirdingiz. Xo'p. Kirganingizda mana botirdingiz. Botirganingizda mana tegini teshib qo'ydingiz.